Shu desangiz, o'g'lingiz 8 oylik bo'ldi. Bir menga yordam berib, bir kontentchi olaylik. Shu paytgacha faqat o'zim oldim. Siz bilan olaylik. Yana kameram. Ana. Shursak. Bitta bola bor, shu bilan ol. Shursak, nimaga har safar shunaqa qilasiz? Nimaga faqat yalinishim kerak? Sizga ham kerak. Ana bolam hozir yig'lab boradi, otam men ham yig'lab boraman. Har safar shunaqa qilasiz. O'xshaydi, bir xil face ol o'shani. Qanday berki bola? Bo'pti, nima olish kerak? Yo'q, bo'ldi, o'zim olaman. Bola bilan olgan bo'lsa. Shursak, yana bir marta so'rashingiz kerak edi. Men ham endi qiz bola nozi bor deb ozgina noz qo'ydim. Yana bir marta so'rang. Yana bir marta so'rang. Biz tayyor. Siz ne kiymadingiz hali? Bemalol. Shursak, nimaga formani kiymadingiz? Futbol tushunmasan, nima qiladi forma kiyib. Shursak, qachon kulib tushuning. Hatto hamma aytadi, eri sizga majburan uylangan, faqat kulmaydi deyishadi. Jonga tegdi. Odamlar gapida jon bor. What? Shursak, qalay to'r zakaz qilma. Zo'rmi? Kattaligini qarang mana. To'rt bolaga o'zing yeysan-a? Ha, endi. Diyetadagi odam ahvoli. Bolamni duo qilib yeyman. Qanday? Zo'raladik.